Bir so'mlik odatlar million olib keladi. Keling buni tushuntirib beraman. Ko'pchilik boy bo'lish uchun birdan katta sarmoya, omad yoki super biznes voya kerak deb o'ylaydi. Aslida boylik bu odatlarning yon mahsuloti. Har kuni qiladigan kichik ishlaringiz kelajakda sizni kambag'al yoki boy qiladi. Tasavvur qiling, siz har kuni atiga 10 ming so'mni tejaysiz. Bu hech narsa emasdek tuyuladi. Lekin bir oyda bu 300 ming so'm, bir yilda esa 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Bu pulni kelgusi maqsadlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Agar uni o'zingizni rivojlantirishga, yangi ko'nikma o'rganishga sarmoya qilsangiz, bir necha yildan keyin bu kichkina pul katta daromad keltiradigan aktivga aylanadi. Boylar har kuni kichik, lekin to'g'ri qarorlar qabul qiladi. Masalan, ular keraksiz xaridlarni kamaytiradi. Vaqti bilan yangi bilim o'rganadi, foydali tanishlar orttiradi. Bu bir so'mlik odatlar vaqt o'tishi bilan millionlab so'm qiymatga ega bo'ladi. Misol uchun, bir odam har kuni 30 daqiqa ingliz tili o'rganadi. Bu bir oyda 15 soat, bir yilda esa 180 soat bo'ladi. Bu bilim unga xorijiy kompaniyada ish topish imkonini beradi. Bu esa oylik daromadini 2 baravar oshiradi. Bularning hammasi oddiy odatdan, har kuni atiga 30 daqiqa ajratishdan boshlangan. Xulosa shuki, boylik bu katta sakrash emas, balki mayda qadamlarning yig'indisi. Har kuni qiladigan kichik, lekin foydali odatlaringiz kelajakdagi millionlaringizning poydevori bo'ladi.